Texnologiya. Suratchi qarang, suratchi. Eski Damas'da karburatorda benzin rasxodi qancha bo'ladi? Hozir o'shani eksperiment qilamiz. 1 litr benzin soldik. Mana 1,5 litrlik bakalishkaga podacha mana obratkasi o'ziga. Boshqa joyga benzin ketmaydi. Kilometrni bu yoqda o'chadigan qo'yib qo'ydik mana internetdan. O'zini speedometr ishlamas ekan. Ko'pchilik so'rayapti, karburatordan keyin necha litr benzin yeydi, qancha bo'ladi? Yangi mashinada qancha bo'ladi, eski mashinada qancha bo'ladi? Hozir mana yurib tekshirib o'shani aniqlashtiramiz. 150 ketyapti, 145 ketyapti tabloda. Profmasterda tekshirib, sinab, hammasini 0 ga 0 qilamiz. Qani qancha yeydigan. Benzinimiz hozircha turibdi. Kilometrimiz 1 kilometr bo'ldi. Iloji boricha to'xtamaydigan ko'chada sinab ko'rishimiz kerak edi bu narsani. 3 marta to'xtadik hozir. 5 kilometrda 0,5 litr benzinimiz ketdi. Obunachilar mana shu narsani ko'rish kerak. Iloji boricha benzin kam yeganini ko'rib, bizga ishonib olib keladi. Ay, korobkaga ham tushmay qolar ekan skorga. 1 ga tushganda 3 ga tushib ketadimi shunaqa ekan. Eski mashina bo'lgani uchun. Lekin eksperimentga shunaqa mashina kerak bizga. Yangi mashinada hamma yozishi mumkin. Yangi mashina o'zi kam yeydi, hamma narsa zo'r bo'lgandan keyin deb. Lekin eski mashinani nima deyish mumkin? Korobkasi ketgan. Bu motorlar ham charchagan bo'ladi, zadniy moz, tormozlar ham yo'q. Hamma yo'q charchagan mashina. Benzinimiz tugadi, biz ham manzilga yetib keldik. 15 kilometr hisoblandi pastda biz turganimiz bilan. Turib qoldi. Karburator ichidagi hisoblanmadi, mayli. Xullas akalar, mana shunaqa videolar qo'yib turamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar.